qilib tushingizlar. Mana yuk tap kelganman. Bu yuk shamollab qolmasin, soqat qolmasin deb o'rab, chiroyli qilib olib kelsam, tashqarida turadigan narsalar, qaraylar, asabni turadiganlar. Juda tashqarida mana yomg'irda turibdi. O'zi olayotganimda tashqarida turgan narsa edi bu. Brokerga aytaylar, sen dollar aytishdi, broker yo'q, buni o'rab olib ketish kerak deb o'radi. O'rattirdi, короче, buni o'zi orqaga yetmadi. Meni tarpim 6 tarp edi, ikkinchisi yarmigacha ochilib qoluvdi, 2 marta qildirdi, o'zlari tarp berib. O'zim eski tarp sotishmoqchi ham bo'lishdi menga. Dedim, bunga pul bermayman dedim. Короче, oxir o'zlari bekarga berishdi, buni yop deb. Yop, olib kelsa, shunday men tashqariga tushirib oladigan narsa ekan. O'zi bu ancha o'na devorga qo'yiladigan narsalar. Tepasiga hech şey anaqa peraplast bo'ladi, izolyatsiya qiladigan narsa-da. Buni просто alam qiladigan, o'sha tashqariga tushiradigan narsani nimaga tarp qildingiz? Endi buni qilganlar biladi buni mehnatini. Oson narsa emas-da bu. Ba'zi shunaqa bo'lib qoladi, asab buzilib ketadi böyle. Ursa-da mana shu brokerlar, tasib qo'yib. Qaranglar, buni, ya'ni birinchi tarpim kichkinaligi uchun ochilib qolgan joyiga birinchi buni ham qilganmiz, qaranglar. Salafan ham qildirgan bu haramilar. Buni qildirib bo'lib turib, bo'lmaydi ekan deb, mana shuni eski tarpini sotishmoqchi bo'ldi. Buni tartib ko'rganlar biladi, buni umrida bilmaydi o'zi ham. Buni mehnati. Yaxshi, mana bu amigo yordamlashyapti. Otangga rahmat, amigo. Buni bularni qilishimiz kerak.